Avtomashina sotib olmoqchi bo'lganlar zudlik bilan bu xabarni ko'ring. Assalomu alaykum aziz obunachi, kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni hamda do'st yaqinlarga ulashib, ularni ham ogohlantirib qo'yishni unutmang. Oson shartlarda mashina olib berishni va'da qilib, odamlarni chuv tushirgan Umid Avto bo'yicha 14 kishi sud hukmi o'qilib jazo tayinlandi. Bu haqda Kun.uz xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, jinoyat ishi Yunusobod tumani sudida ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilarga 987 ta epizod bo'yicha ayb e'lon qilinib, jami 88,5 milliard so'm zarar hisoblangan. Sudda ular 130 ta epizod bo'yicha aybsiz deb topilib oqlandi. Ayrim jabrlanuvchilar esa da'vosi yo'qligini ma'lum qilgan. Shu tariqa sudlanuvchilardan 834 ta epizod bo'yicha jabrlanuvchilarga 60 milliard so'mdan ko'proq zarar undirish belgilandi. Bunda har bir sudlanuvchi o'zi aybli deb topilgan epizodlarda zararni qoplash nazarda tutilgan. Aziz do'stlar, ogohlik davr talabi. Hozircha sizlarga yetkazadigan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz sizga eng so'nggi xabarlarni yetkazib turamiz.